Ha, Shuhratboy. Ha, qo'shni. Mahallaga olib ketsangiz bo'ladimi? Uzr qo'shni, olib keta olmayman. Undan tashqari sizga piyoda yurish yarashadi. Sog'lig'ingizga foyda. Mayli qo'shni, oq yo'l. Nima gunoh qilding? Mahallaga ketayotgandiku. Endi nima qilasan, buni olib qo'nchinni. Lekin o'z ko'zim bilan ko'rib maza qilib oldim, ishonasan? Ikashini omadni o'ynashni yaxshi emas lekin. Assalomu alaykum. Qayerga ekan? Zellamosk aka. Chiqing tashlab qo'yaman, ichgan ekansiz, bu ahvolda yurmang. Mayli aka. Sizni ham ovora qildimi? Yo'q, orasi bormi? Ko'rinishingizga qaraganda ichganga o'xshamaysiz. Yo'q aka, ichganim yo'q. Nega unda bundan oldingi to'xtagan mashinaga ichganga o'xshab muomala qildingiz? Dunyo shunaqa ekanda aka. Undan oldingi to'xtagan mashina meni qo'shnim edi. Oldin mansabim bor paytda qilgan muomalasini qilarmikin deb ataylabdan shunaqa qilgan edi. Lekin ming afsus, insonni mansabi ketgandan keyin oqibati ham shunga qo'shilib ketib qolar ekan. Ha, zamon o'zgardi deymiz. Zamon emas. Insonlar o'zgardi.